Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar va bizning bo'lajak mijozlarimiz. Bugun sizlarga Surxon sanoat qurilish kompaniyasi tomonidan qanday loyihalar shu vaqtgacha amalga oshirilgan, qanday loyihalar qurilgan va u loyihalardan xonadon xarid qilgan mijozlar qanchalik kompaniyadan mamnun va nima sababdan har oy yuzlab mijozlar qayta-qayta bu kompaniyaga ishonch bildirib xonadon xarid qilyapti. Bundan tashqari bizdan bo'lajak mijozlarimizdan, xonadon xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimizdan kelib tushgan barcha savollarga javob olamiz va Toshkentdagi, Surxondaryodagi loyihalar haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Hozir Surxon sanoat qurilish kompaniyasini Termizdagi sotuv bo'limiga kirib, sotuv bo'limi bilan to'liq tanishtiramiz va Oybek akadan aytib o'tgan barcha savollarimga javob olamiz. Assalomu alaykum. Oybek aka, nasılsınız? Sizlar. Rahmat. Xo'p, Oybek aka, bugun shu mijozlarimizdan kelib tushgan savollar bor. Umuman loyihalarni qurgan loyihalar haqida, umuman o'zi kompaniyani qay darajada ishonchli, shu vaqtgacha nechta xonadonlar qurgan, nechta loyihalar qilgan, umuman yana boshqa yo'nalishda qanaqangi darajada bir katta-katta loyihalar qilganinglarni biz bilamiz, lekin ko'p tomoshabinlar, uy olmoqchi bo'lgan mijozlarimiz bilmaydi. Shu savollarga bugun javob topsak va bir necha loyihalarga borib, shu paytgacha qurgan yoki qurilayotgan loyihalaringizga borib, ko'rib hammasi bilan tanishtirsak, asosan hozir Surxondaryo loyihalar bo'lsa, shular bilan tanishtirsakda, keyin Toshkentda boshlanayotgan mana yangi loyihamiz Ezgu makon loyihasi haqida ham qisqacha ma'lumotlarni berib o'tsak. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Bo'ladi. Assalomu alaykum yana bir bor. Bizda kompaniyamiz Surxon sanoat qurilish kompaniyasi tizimida 35 dan oshiqroq korxonalar bor. Bizning asosiy yo'nalishimiz qurilish. Undan keyingi xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatishda bolalar bog'chasi, bolalar o'yingohlari, bozorlarda qurilgan detskiy o'yingohlari. Bundan tashqari keyin katta klinikamiz bor, mashhura klinika. Undan keyin ishlab chiqarishlarimiz bor. Ishlab chiqarishlarda qilsak, qurilish bo'yicha shemin ishlab chiqarish o'zimizda. Masalan, beton tayyorlashlar o'zimizda ketadi. Undan keyingisi avtoklabni bizda 1 yilga 50 ming kublik gazoblok ishlab chiqaradigan katta zavodimiz bor, Japog'on tumanida. To'liq o'zimizda shu qurilishlarga o'sha gazoblok qismini sifatli, yengil, chidamli qilib ishlab chiqariladi. U bor. Umumiy hisobda aytadigan bo'lsak, aslida 70% obyektlarimiz qurilishdan iborat. Keyingi yo'nalishlar qo'shimcha. Qurilishlarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda Termiz shahrida 4 ta massivda qurilishlarimiz davom etyapti, topshirilyapti, jarayonda, harakatda. Eng kamida sohil bo'yi loyihamizda 640 ta xonadon bor. Bu 32 ta 5 qavatlik dom. Undan keyin Manguzarda, Termiz shahrida Manguzar 1 gektar o'zimiz qilamiz eski nomida. Bu yerda 9 podez, 16 qavat qurilish jarayon ketyapti. Hali 1 yil bo'lmadi boshlaganimizga, o'sha u to'g'risida 1000 dan oshiq kvartira bor. Undan keyin Termiz tumanida Yangi O'zbekiston massivi bor. U yerda 12 podez, 16 qavat. Shundan hozir uni ham endi joyiga borganda borib to'liq ma'lumot beramiz. 1315 ta kvartira. Bu yerda ham hozir 1000 dan oshig'ini qurib, sotib, topshirish jarayonlari ketyapti. Bundan tashqari, mana hozir yaqinda Toshkentda Ezgu makon loyihasini boshlamoqchimiz. Bu Toshkent shahri Sergeli tumanida, Indeks bozori yonida 4 gektarlik hududda o'zining ichidan maktabi, keyin bu parkovkasi, hammasi shu zamon talabi asosida quriladi. 20 ta 16 qavat. Bu 2176 ta hisob-kitobda o'sha tayyor kvartira. Biz mo'ljal qilmoqchimiz. 2 yilda qurib, sotib, aholini ko'chirib, kiritib, topshirib chiqib ketish proyektida ishni o'sha boshladik. Buni ham nasib bo'lsa, ham bitta loyihamiz borib ko'ramiz joyda. Umumiy holatda shular, lekin kompaniyamizda qurilish qilgan qurilishlarni gapiradigan bo'lsak, katta obyektlar qurganmiz. Termiz xalqaro aeroportini, uchish-qo'nish aerovokzalini 90 kunda juda tez muddatda qurib topshirdik. Undan tashqari Temurbeklar maktabi, Prezident maktabi, keyin mana bu Afg'oniston chegarasida Termiz xalqaro savdo markazi. 26 gektarda. Buni ham juda katta hududda bozor, gostinitsa, hostel, meditsina ham qurib topshirdik. U ham 2 yil muddat ichida to'liq ishga tushirilish jarayonigacha obyektlar tayyor bo'ldi.
Agar bu hozir kirib kelgan joylaringiz bizda shu mana shu kompaniyamiz Surxon sanoat qurilish kompaniyasiga tegishli Movora brendi ostida sotuv ofisimiz. Bu yerda ham hozir 35 dan oshiqroq xodimlar ishlaydi. Hozirgi o'rtacha 1 yillik sotuvimiz 2000 ta kvartiradan oshyapti. 2000 ta kvartiradan oshyapti. Bu tayyor holatda patkulch sotib, to'lovini tushirib, aholiga topshirib berish. Bu Surxondaryo o'zida. Demak, tushunishim bo'yicha umuman olganda 2000 ta xonadon bir yilda shu 2000 ta mijoz sizlarga ishonib, sizlar kompaniyalardan xonadon xarid qilyapti. Hozir aynan Surxondaryoda. Shunaqami? Xuddi shunday. Aynan Surxondaryoda ham qanday ma'noda uzog'i 2 ta tumanda. Ha. 2 ta tumanda, Termiz shahri, Termiz tumanida. Angor, Jarqo'g'on tumanlarida ham ko'p proyektlar qildik. Ularni mana o'tgan yil уже sotib, topshirib tugatdik. Bu yilga ham mo'ljalimiz, bu qurish mo'ljalimiz 4000 ta. 4000 ta, lekin jarayon ketaveradi har qanday holatda. Jarayon shunday bo'ladiki, masalan, 1000 ta sotuvda turadi har doim. 1000 ta har doim qurilish jarayonida ketaveradi, korobka holatda. Izidan sotiladi, topshiriladi, izidan yana konveyer yurib ketaveradi. Umumiy holatda 2000 dan oshiqroq aholi yiliga bizdan kalitini olib, uyini qabul qilib chiqib ketadi. Oybek aka, mana bizni kuzatuvchilarimiz orasida siz taniydigan, tanimaydiganlar bor. Shuning uchun o'zi siz aynan Surxon sanoat qurilish kompaniyasida nima lavozimda faoliyat olib borasiz? Surxon sanoat kompaniyasida bizda rahbarimiz Bahodir aka Qodirov, umumiy ma'lumot beradigan bo'lsak, 2004-yilda Termiz ta'minot degan tashkilotimiz orqali boshlangan. Bugungi kunda mana 35 tagacha korxona, tizimda korxonalar mavjud. Hammasi faol ishlayapti, loyihalar amalga oshirilyapti. Men ushbu korxonada butun sotuv ofisi bo'yicha rahbar o'rinbosari. Rahbar o'rinbosari qaysi hududda, qayerda, qanday masalan obyekt qurildi, u turar bo'lsin, u noturar bo'lsin, hammasi bo'yicha shu Movora sotuv ofisida rahbarman ili общий rahbarimizga, umumiy rahbarimizga o'rinbosar hisoblanadi. Umumiy tizimimiz shunaqa. Qayerda nechta loyihamiz bo'ladigan bo'lsa, hammasi shu men o'zim orqali sotuvga chiqadi, bozorda o'rganamiz, narxni o'rganamiz, ili shu sotuvdan tortib aholiga kalitini topshirgicha bo'lgan jarayonga javob beradigan, asosiy mijozlar bilan ishlaydigan soha bo'yicha rahbarim. Eng ko'p mijozlar bilan ishlaydigan odam siz ekansiz. Keyin aka, men hozir eshityapman, rostdan ham 1000 ta xonadon qurib bitkazilgan, 1000 ta xonadon qurilish jarayonida, 1000 ta xonadon sotuvda turib, shu darajada ob'yomli kattami o'zi qanaqa u ishni men tasavvur qila olmayman. Shu darajada katta ob'yomda qurilishlar qilasizlar. Bizda hozir joyida ko'ramiz, ularning har biri bo'yicha chet ellik hamkorlar bilan ishlaymiz. Asosiy qurilishimizda korobka qismini turklar quradi. Undan tashqari qolgan qismlarni o'zimizda o'zbekistonlik fuqarolar orqali davom ettiramiz. Ob'yomimiz haqiqatdan shunaqa, endi joyida ko'riladi. Asosiy menimcha viloyatimizda Movora desa tanimaydigan aholi kamdan kam bo'lsa kerak. Uy olmoqchi bo'lgan yoki olgan fuqarolarning hammasida shu tushuncha bor. Oxirgi 5 yilda bizning tempimiz yiliga 2 barobar oshib ketyapti. Masalan, 2021-yilda birinchi qurganimizda 1 yilda 556 ta xonadon qurgan bo'lsak, bugungi kunga kelib 2000 ta biz topshiryapmiz. Lekin boshlagan obyektlarimiz 4000 dan oshiq. Yiliga 2000 ta aniq masalan uy qurilib, topshirilib, egasiga yetkazilyapti. O'tgan yilgi misolda gapiradigan bo'lsak, 2025-yilda 1496 ta xonadon kalitlari egalariga topshirildi. To'liq topshirildi, tayyor qilib. U bir yilda mana 2000 ta xonadon qursanglar, o'zi umuman shu paytgacha nechta xonadon qurgansizlar? Bizda hozir endi bu korxonamiz 10 mingdan oshiq xonadon qurgan. O'sha shu vaqtgacha, lekin Surxondaryoda. Lekin bizga mana bu sotuvni qurilishdan ajralib отдельно xizmat ko'rsatishga o'tganiga 5 yil bo'ldi. 2021-yildan beri 6000 dan oshiq xonadon. Hozir mana shu turgan massivimizda ham ko'ramiz. She'rda o'zida 3000 dan oshiq xonadonni qurib topshirganmiz. Undan tashqari joylarda loyihalarimiz bor. Eng kamida 640 ta. Xon bo'lmasa hamma joyimizda 1000 dan oshiq loyihalarimiz bor. Aka, men sotuv bo'limini ko'ryapman, juda katta-da. Bunaqa sotuv bo'limini hali ko'rmagandim. Nima uchun bu darajada katta sotuv ofisi qurgansizlar?
Bizda endi bu sotuv ofisimiz bir vaqt o'zida 200 dan oshiq mijozni qabul qila oladi. Misol uchun eshikdan kirsa 300 dan oshiq mijozlarni qabul qila oladi. Qanday ma'noda bo'ladi? Masalan, bu yerda 9 ta davlat bankini vakillari o'tiradi. Ularga masalan bozor kerak, ipoteka, ular masalan kredit ajratish kerak. Fuqaro eshikdan keldimi, shunday tizim yaratilgan, kalitini olib shu joyda o'zida chiqib ketadi. Qanday ma'noda? Keladi, mana reseption orqali keladi, keyin sotuvga o'tadi, sotuv menejerlarimiz tushuntiradi. Agar fuqaro uy olmoqchi bo'lishga kelisha olsa, shartnoma bo'limimiz bor. Shartnoma bo'limiga o'tiladi, shartnoma imzolanadi va banklar o'tiradi. Mana banklar to'liq tekshiradi, qaysi bankni mijoz xohlasa, 9 ta davlat bankini xohlaganiga borib hujjatini topshiradi. Shu yerning o'zida oformleniya qilinadi. Banklar shu yerning o'zida kafolat xati ajratib beradi va ichkarida notariusimiz bor. Notariusga kiradi, oldi-sotdi qiladi notarial. Notarial oldi-sotdi qiladi. Yagona darchani bizda bu yerda xodimlarning parvosi bor. U bilan kadastrga zapros jo'natiladi. Jarayonni olsak, kadastr shu yerda, yagona darcha shu yerda, notar shu yerda. Birdan oldi-sotdi qilib fuqaroning nomiga uzoq bir kunda to'liq hujjat rasmiylashtirib fuqaroning nomiga o'tadi. Bir kunda banklar agar oplata qilsa, o'rtacha tezlikda harakat qiladigan bo'lsak, 2 kun, 2 bank ish kunida eshikdan kirgan fuqaro qo'liga uyining hujjati bilan chiqib ketadi. 2 kun ichida uyli bo'lib ketadi. Xuddi shunday. Shuning uchun mana bu binomiz kattaligi ham shu hammasiga sharoit yaratilgan. O'zimizda 35 dan oshiq xodim bor, 10 tadan oshiq call center sotuv menejerlarimiz bor, undan keyin shartnoma bo'limi bor. Undan keyin bu o'zimiz bank bo'limi deb ochganmiz, bank bo'limimiz bor. Bu banklarda fuqarolarga bo'ladigan savollarga javob beradi, hujjatlarning yuritilishiga yordam beradi. Bundan tashqari bizda yana shunday tizim bor. Agarda qaysidir fuqaroni pul yetmay qolsa, tizimimiz bor, tashkilotimiz qarz shartnoma orqali qonuniy notariusdan o'tkazib, uning to'lovini ham berib turib, uni rassrochka qilib 1 yil 18 oyga fuqaroga pul ham berib turamiz. Qanchaki to'loviga, boshqasiga yetmagan qismiga ularni qilib beramiz. U bo'yicha ham endi shakllangan bo'limlarimiz, butun tizim faqat shu fuqaroga sifatli xizmat qilish, tezroq qurish va sotish, shu asnoda ish olib boramiz. Zo'r, mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz, banklar mana kelib o'tiribdi deb. Men ko'ryapman, bu yerda banklar o'tirish uchun ham joy qilingan ekan. Hamma bank bor, mana davlat banklari ham, Agrobank, Xalq banki, Biznes rivojlantirish banki, hamma banklar shu yerda kelib o'tiribdi. U banklar ham hali bironta sotuv ofisida men ko'rmagandim. Banklarning o'zi kelib o'tirib, xonadonlarni mijozlarga topshirayotganini. Shu darajada masalan, endi kassalari bor bankda pul qabul qiladigan, lekin sotuv uchun shug'ullanadigan bank xodimlarini men boshqa sotuv ofislarida ko'rmagandim. Bular shu darajada masalan ishonchli bo'lganligi uchun o'zlari kelib bank masalan bizdan olishsin, bizni topshiraylik o'sha narsani, bank shug'ullanyaptimi shunda? Xuddi shunday, har bitta bankda o'zini reklamasi bo'ladi, ularga ham mijoz kerak, produkt kerak. Masalan, bizlarni ijtimoiy ham majburiyati bor, ham shu ipoteka kreditimizni u banklar o'zi xalqqa tarqatadi. Masalan, bizda bir kunda minimum 20 ta xonadon sotiladigan bo'lsa, fuqarolar shartnoma imzolab, 12 ta, 13 tasi to'liq oplata bo'ladi bir kunda minimum. Yana kimdadir qarz chiqadi yoki bankda bir kunlik to'lov bo'yicha boshqa nimadir bo'lishi mumkin. O'rtacha minimum 10 tadan 15 tagacha bir kunda uylarimiz sotiladi. U banklarda ham bu yerda o'tiradigan xodimlarga ob'yem bor. Har kuni ipotechniy kredit. Fuqaro qaysi bankni tanlasa, o'sha bankda shartlariga asosida ular shunda bir oyda tushunishim bo'yicha 200 tadan oshiq mijoz uchun uy bilan ta'minlayapsanmi? 200 tadan oshiq mijozlar kelib sizdan uy xarid qilib bir oy davomida ishonib olyaptimi? Xuddi shunday, mana misol statistika bilan qaraydigan bo'lsak, hozir mana o'tgan 5 oy davomida 900 tadan oshiqroq bo'ldi. Lekin eng ko'p deganimiz bir oyga 240 tagacha xonadonni to'liq 100% sotib aholiga topshiryapmiz. O'rtacha shunday 150 tadan 250 ta, 240 tagacha bir oyda o'rtacha xonadonlar sotilyapti va egalariga topshirilyapti o'rtacha. Judayam yaxshi. Xo'p, bu kompaniyani rahbari sifatida Bahodir Qodirov aytib o'tdingiz. Men bir ko'rganimda Bahodir Qodirov prezidentimiz bilan ham uchrashgan ekanlar, prezidentimiz bilan ham shu loyihalar bo'yicha gaplashgan ekanlar. O'sha haqida bir aytib bersangiz. Bahodir aka umumiy bizda bosh glavniy rahbarimiz, mana shu tashkilotda asoschisi, ham ta'sischisi, aytganimdek 22 yildan oshiqroq bo'ldi. Bu tashkilot
tizimi tashkil bo'lganiga yildan yilga xudoga shukur o'sishimiz yaxshi, qadam tashlashimiz. Umid sohasi injener, asosiy hamma loyihalarimizni konstruktiv yechimlarini bozorda mana hozir qurayotgan ko'p qavatli 16 qavatli binolarimiz boshqalar hammasini loyihasida boshida o'zi qatnashadi, chizmalarida, boshqalarida hammasida shu yo'nalishi injener quruvchi bo'lganligi uchun asosiy shu qurilish sohasida mutaxassis. Bizlar ekonomist o'rinbosar sifatida shu sotuv yo'nalishiga javob beradigan, shunga rahbarlik qiladigan xodim sifatida harakatlanamiz. Mana biz tushundim. Bo'lmasa-ki bir loyihalarga borib tanishtirsangiz loyihalar bilan o'zi qanaqa babi hozir bu videoni asosan bizlarda Toshkentdan u yoqmoqchi bo'lgan yangi mijozlarimiz ko'radi. Endi Surxondaryoni butun xalqi sizlarni tanir ekan, butun xalq sizlarni bilar ekan. Qurgan loyihalardan u yo'gan, sizga nisbatan ishonch bor. Lekin bizda Toshkentda bilasiz, butun 12 ta viloyatdan kelib odamlar xonadon xarid qiladi. Ba'zi viloyatda sizlarni tanimasligi mumkin, bilmasligi mumkin. Shu bilmaydigan, tanimaydigan, xonadon xarid qilmoqchi bo'lgan insonlar uchun sizlarni qay darajada ishonch kompaniya, shu paytgacha qanaqa loyihalar qilganinglar, shu paytgacha qilib topshirgan loyihalar haqida bir tushuncha berib o'tgan bo'lamiz, xudo xolisa bir aylanib. Keyin aka bir qisqacha Toshkentdagi loyihani o'zi qanaqa yoqda masalan bosh to'lov qanaqa atrofida bo'ladi, keyin u qancha vaqt ichida bitadi, o'sha haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib ketsangiz aka Toshkentdagi loyiha haqida. Bu hozirgi Surxondaryodagi loyihalarimizni hozir joyida ko'ramiz. Aytib o'tilgan hamma loyihalarimiz bo'yicha qisqacha bir intervyu qilamiz. Lekin Toshkentdagi loyihani aytadigan bo'lsak, Ezgu makon deb nomladik loyihamizda. Toshkent shahri Sergeli tumanida Indeks bozori yonida joylashgan 4 gektar hududni o'z ichiga oladi. Bu yerda 20 dona 16 qavatlik uylar bor. Umumiy kvartiralar soni 2176 ta. Boya shida aytganimdek, biz 2 yilda qurib, topshirib chiqib ketish reja. Hozirgi kunda 6 ta biz uyni sotuvga 4 ta 16 qavatlik uyimizni sotuvga chiqarmoqchimiz. Bu 4 ta 16 qavat uyni 9 oy muddatda kadastrini fuqarolarga beramiz. Va kadastr bo'lgandan keyin tashqi kommunikatsiya, ichimlik suv, tashqi obodonlashtirish ishlari bilan patkulich holatda uzog'i 1 yilda aholi ko'chib kirib yashaydi. Uzog'i 1 yilda birinchi lotimizni boshlaymiz. Lekin 1 yildan keyin уже 2 oy, 1 oy ichida har oyga 100 ta kvartirani biz topshirib ketaveramiz. Sababi boshida bir boshlab olish jarayonida bir 6 oy muddatda bizda uylar topshirilmaydi. Undan keyin har oyiga o'sha kadastri 9 oyda kadastri chiqsa, masalan 4 ta 16 qavat uyimizda 9 oydan keyingi o'sha 2 oyda yana 200 taniki chiqadi. Keyingi 2 oyda yana har oyga 2 ta 16 qavatni biz qurib, bitqazib, patkulich holatda topshirib egalariga chiqib ketaveramiz. 4 ta 16 qavatli uyda nechta xonadon bor? 4 ta 16 qavatli uyda hozirgi kunda 448 ta xonadon bor. Bu yerda asosiy 40% bir xonali uylar, 60% ikki xonali uylar. Birinchiimizda bir xonali uylarimiz 43 kvadratgacha, ikki xonali uylarimiz 62 kvadratga. Endi bir xona uy deganda отдельный bo'ladi. Masalan, oshxonasiga kirish отдельный xonasi отдельный. O'shanda umumiy hisobda bir xona, lekin bizda to'lovlarimiz qanday shaklda qilmoqchimizki, 6 oydan 1 yilgacha 30% dan 40% gacha to'lagan fuqarolarga hozirgi kunda sotuvni boshlamoqchimiz va qolgan 60% to'lovni uy bitgandan keyin, kadastr chiqqandan keyinga amalga oshirish, nomiga o'tkazib oladi. Undan keyin xohlasa ipotek kredit qilib oladi, xohlasa uni o'zlari to'lov qiladi. Lekin shu bo'yicha 30% ni to'lab, qolganini kadastr chiqqandan keyin to'lab oladigan variantni ko'ryapsiz, shunaqami? Xuddi shunday. 30% ni boshida to'lab uyga egalik qiladi. Qolganini uyni kadastr chiqib, nomiga oformlik qilgandan keyin qolgan kamroq puli bor bo'lgan insonlar ham bo'lishi mumkin. Ular uchun ham qanaqadir variant o'ylab ko'rishimiz mumkinmi? Variantlarimiz bor. Buni endi sotuv davomida ham aytib ketamiz. Skidkalarimiz bor, undan tashqari bonuslarimiz bor, variantlar qilinadi. Boshida egalik qilgan fuqarolarga yaxshigina aksiyalarimiz davom etadi. Ya'ni ham aksiya qilib, chegirma qilib, xudo xolisa, kamroq boshlanish to'lovi bilan ham xonadonlarni sotuvga chiqarishga, keyin boshida xarid qilgan, ishonch bildirgan mijozlar uchun kattaroq aksiya qilib berishga, xudo xolisa, Oybek aka bilan Bahodir Qodirov
shaxsan o'zlari bilan gaplashib, xudo xolasa kattaroq chegirmada sizlar uchun kattaroq imkoniyatlar qilib berishga ko'ndiramiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa 12-iyun kuniga bizni savdoyimizni ochib, onlayn taqdimotimiz orqali savdoyimizni ochib, qo'lning hamma ma'lumotlarni berishga xudo xolasa harakat qilamiz. Shunda kuzatsanglar, boshida hech kim bermagan, hech qayerda berilmagan eng zo'r shartlarni xudo xolasa ko'ndirib Oybekadan olib beraman. Yana bitta narsani qo'shimcha qilib ketsam, bizda shunday shartlar bor. Biror joyda bu sotuv tizimi yo'q. Men aniq bilaman. Biz hozir shunday tizim mijozlarga taklif qilmoqdamiz. Birorta sotuv ofisida analogi bo'lmaydi. Aniq gapira olaman, chunki Surxondaryoda sotayotganimizda ham birorta sotuv ofisida yo'q imkoniyatlar, variantlar biz taqdim qilamiz. Demak, chunki biz katta tashkilot, tez quramiz. Shuni hisobidan tan-narx arzon bo'ladi va sifat yaxshi bo'ladi. Sotuv tezroq bo'ladi. Toshkentda ham xudo xolasa hali hech kim bermagan, hech qayerda taqdim qilinmagan hech qayerda shartlarni, narxlarni xudo xolasa berasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday, hech qayerda bizning bu tizimimizdagi taqdim qilinmagan shartlar asosida mijoz bizga bir qadam yursa, biz mijozga 2 qadam unga yaqinlashishga yo'nalishdagi takliflarimiz bor. Analoglari yo'q, lekin birorta joyda bo'lmagan. Buni hammasini 12-iyun kuni Telegram kanali onlayn taqdimotda to'liq tushuntirib beramiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ma'lumotlarni beramiz. Xuddi shunday. Zo'r aka, keyin yana bitta mana shu suhbatimiz boshida aytdingiz, shu o'ylantirib kelyapti meni. Shu mingta xonadon masalan umumiy bizda shunda 2000 tadan oshiq xonadon bo'ladigan bo'lsa, shu 2000 tadan oshiq xonadonni 2 yilda birinchi bosqichni 1 yilda qurib topshiraman deyapsiz. 1 yilda o'sha birinchi bosqichni qurib bitirar ekansiz. U qanaqa unga men sal shubhalanyapman, lekin shu o'zi oldin mana shunaqa tez qurganmisizlar? Hozir borib ko'rsak shuni ko'rsatasizmi shunaqani? Xuddi shunday. Biz oxirgi 5 yilda 2021-yildan beri turk injenerlar bilan birga ishlayapmiz. Sifat jihatdan ham hamma sinovlardan o'tdi. Zilzila bardoshliklari bo'yicha joyida mutaxassislar bilan ham gaplashamiz. Yana Toshkent loyihasi bo'yicha qisqacha aytib ketsam, nima uchun masalan boshida 1 yilda 4 tada, keyingi yilda qolgan 16 ta deb aytishlaringiz mumkin. Lekin biz boshidagi 4 tani patkulch topshirishni 1 yil muddat qilyapman. Lekin o'sha 1 yil muddatda patkulch topshirayotgan holatimda kamida 12 ta uyimizni korobkasi bitgan bo'ladi. Bizda shunday tizim shakllangan. Bitta ish boshlangandan keyin 37 kunda shamol bo'lmasa, minimum 3 kun plyusi bilan 40 kunda bitta 16 qavat noldan tepagacha korobka bitadi. Korobka qismi bitadi. Korobka qismi bitadi. Undan keyin 2 oy muddat ichida fasad qismi, 2 oy muddat ichida ichidagi qismi. Shuning uchun minimum biz boshida 4 ta 16 qavat 4 ta 16 qavatni biz 9 oydan 1 yilgacha topshiramiz aholiga patkulch. Lekin o'sha masalan iyunda boshlagan loyihamizda nasib keyingi yil iyunda gaplashsak minimum 12 ta korobkasi bitgan bo'ladi 20 tamizda. Keyin 1,5 yil ichida to'liq 20 ta 16 qavat bitib, plus undan keyingi 6 oyda biz faqat aholiga uni topshirish ishlari bilan shug'ullanamiz. Xo'p, qarang, tushunishim bo'yicha u xonadonlar demak o'zingizlar shunaqa darajada tez qurishinglar uchun o'zingizlarda mablag' yetarli, o'zingizlarda budjet yetarli, o'zingizlar o'sha budjetdan sarflab bemalol qurib kela olyapsizlar shu vaqtgacha, to'g'rimi? Demak, shu darajada masalan ob'yominglar bor, shu darajada katta mablag'inglar bor. Chunki masalan ko'p kompaniyalar odatda savdoni ochadi, o'zidan ham boshida qanchalar mablag' tikadi, mijozlardan ham ajratadi. Lekin sizlarni masalan men ko'rdim, loyihalarni tanishdim, asosan uyni bitirib savdoga chiqaryapsizlar. Biz hozir yana ko'rib chiqamiz. Surxondaryoda birorta loyihamizga aholidan oldindan pul olinmaydi. To'liq uy bitadi, kadastr chiqadi, kelib aplata qilib nomiga o'tkazgandan keyin to'lov qiladi. Qancha loyihamiz bo'lsa, hammasi tayyor holatda keyin sotiladi. Toshkentda minimum 30%. Biz minimum 30% bilan kichkina uylarga 40% bo'lishi mumkin, kattaroq uylarga 30%. Minimum 30 bilan 40% ichida aplata qilgan mijozga biz kadastrni topshirganimizdan keyin qolgan pulni so'raymiz. Unga budjetimiz yetarli, aylanmamiz yetarli. Hozir masalan boshlagan proyektlarimizdan birorta to'lov bizda ochilmaydi. Keyin bizda masalan 4 ta, hozir masalan 20 ta 16 qavatni ochib, undan hammasidan to'lov qabul qilib 4 dan bitkazishimiz mumkin. Yo'q, bizda unaqasi yo'q. Bizda mana shu 448 ta xonadon, 112 tadan har birida 4 ta dom sotuvga chiqariladi, u quriladi. Undan keyingi proyekt 8 ta bo'ladi. 8 ta birdan boshlanadi. O'shanday qilib qaysini biz sotyapmiz, o'shani aholiga xohlasa
telefoniga onlayn videosini qo'yib beramiz, ulab beramiz. Xohlasa sotib ofisimizga kelib, haftalik monitoringini ko'rib turadi. Jarayon qanday ketyapti? Nasib bo'lsa shunday tizimga o'tganmiz. Har 2 kunda bitta 16 qavatli bir etaj quriladi. Har 2 kunda bir etaj ko'tariladi. Korobka qismi. Voy, lekin hali bunaqasi bo'lmagan. Bu aka sifatiga ta'sir qilmaydimi? Buni hozir men borib qurilishda ko'rsak bo'ladimi? Haqiqatan o'sha hozir bu yoqda ham shu narsani qilyapsizlarmi? O'sha narsani ko'rsak bo'ladimi? Sifatga qanaqa darajada ta'sir qilyapti, qilmayapti? Xuddi shunday. Hozir masalan joyda ko'ramiz. Bugun o'zi bitta 16 qavatli uyimizda 16-qavatda beton ish ketyapti. Yana yonida 13-qavatda ketyapti. Hozir borib ko'rib joyda uni o'zlaringiz yana guvohi bo'lasizlar. Bo'ldi aka, zo'r. Bo'lsa bitta joyiga borib tanishamiz, xudo xohlasa. Shunday. Oybek aka, mana sotuv bo'lmagan yonida ham boyliklar bor ekan. Birinchi loyihadan boshlaylik ko'rsatishni. Loyiha o'zi bitgan ekan desmasam. Bu loyihani hozir o'tib ko'ramiz. Bu bizda Surxondaryodagi 16 qavat qurgan birinchi loyihamiz. Buni 2021-yilda boshlaganmiz. 2022-yil da уже odamlarga to'liq topshirib bo'lganmiz. 1 yil ichida qurib topshirganmiz. Bu bo'yicha birinchi qurganimizda Surxondaryoda biz shu Toshkentda Uzguven degan Turkiyani tashkiloti Nestvonni qurgan Uzguven rahbari Uzgirbey o'sha bilan shartnoma asosida qurganmiz. Ularning injenerlari kelib bizga korobka holatiga qurib topshirib bergan. Shundan keyin bizda kompaniyamiz shu haqiqatan Surxondaryoda 16 qavatli keyin shu obyektlarni qurishni boshlaganmiz. Hozirgi hamma obyektlarimiz shu 16 qavatdan qurilyapti. Biz tumanlarda ham bu narsani qurib boshladik. Ancha sinovdan o'tgan bu agimiz mana hozir aholi kirib yashayotganiga 5 yil bo'lgan bo'lsa, birorta bir muammo yoki bir konstruktiv biron joyda bir kamchilik aniqlangani yo'q. Sizlar bu 2022-yil bitgan bo'lsa, men ko'raman fasadlar juda chiroyli turibdi. Ko'z qo'natadigan bu. Endi bizda shunday katta tashkilot bo'lganligimiz uchun ertaga fuqarolarga ishonchli yanada ko'proq bo'lish uchun shirkatga 1 yildan keyin topshiramiz. Lekin asosiy ko'proq qismini sodержаниясini qilib turamiz. Bu degani keyinchalik ham fasad qismida yoki pod'ezd qismlarida qandaydir biron bir qo'shimcha qurilishlar bo'lsa, tashkilotimiz qo'shimcha homiylik sifatida qilib berilyapti. Sababi katta ob'yomda uylar quramiz, aholiga sotamiz. Bu odamlarning ishonchi ertaga bo'lish uchun, masalan, uni mana daraxtlarining oxirgi jarayonigacha, dajdivolkasi, tashqaridagi holatlar hammasigacha biz qarab o'zimiz yordam berib turamiz. Shirkatlarga topshirilgandan keyin ham hamkorlikda birga ishlaymiz. Keyin aholidan murojaatlar kelsa ham to'g'ri yo'nalish beramiz. Qo'limizdan keladigan qurilishlar bo'ladigan bo'lsa, amalga oshirib beramiz. Bo'lmasa ham yo'nalish berib, o'sha bo'yicha kerakli bo'lgan ustalarni, boshqalarni bog'lab berib harakatlanamiz. Demak, bitgandan keyin ham qanaqadir masalan eskirish bo'lsa, fasadni masalan qaytadan qilib berish kerak bo'lsa, qanchadir miqdorda balkim o'zingizlar qilib berib yurgansizlar, shunaqami? Xuddi shunday, hozirgi kunda ham shunday bo'lyapti. Masalan, ma'lum bir qismlarini biz o'zimiz qilib beramiz. Bu men bitta kompaniyani bilardim, o'zi bunaqa qilib beradigan Murod Buildings, Cambridge loyihasida men eshitganim, o'zim ko'rganim, shu asfaltini qilib, qancha bo'lgan bo'lsa ham bitirib ketgandan keyin o'zi qaytadan masalan asfaltlarni qilib, chiroyli qilib, qaytadan rekonstruksiya qilib beradi. Demak, siz ham xuddi shunaqa narsalar. Xuddi shunday. Biz mana yaqinda fasad qismini o'zimiz tashkilot hisobidan qo'shimcha rekonstruksiya qilib berdik. Keyin boya aytganingizdek, yo'llarimizda yana bir loyihaga biror joyda qo'shimcha o'zgarishlar, boshqalar kiritilib qolsa, o'shalarni qayta kelib brigadalarimiz bor, qilib beradi. Konstruktiv yechimlariga yo'nalish berib, qo'limizdan bor mutaxassislar bilan ishini qilib beramiz. Bu nechta xonadon joylashgan? Bu yerda hozir men bu arqamizda turgan 16 qavat, 14, 12 qavat, mana shu o'rtadagi 9 pod'ezd 556 ta xonadon. Bu taraflarimizda 9 qavat 182 ta. Umumiy bu yerda Termizda, Surxondaryoda hamma biladi, Mavora uy-joylar massivi hisoblanadi. Bizning o'zimiz kompaniyamiz 3000 dan oshiq xonadon qurib, 3000 dan oshiq xonadon. 1 yilda qurganmiz. 1 yil emas, 21 dan 23 gacha.
2 yil. 2 yilda qurib, 23da topshirib chiqib ketdik. 3000 ta xonadonni 3000 tani 2 yil ichida qurib ketdi. qurib, topshirib, hozir aholi to'liq yashayapti. Bu yerda hozir 16 qavat uylarimiz, bu yerda 3 podez, u yoqda yana 8 podez, 11 podez, 16 qavat uylarimiz bor. 4 podez, 14 qavat uylarimiz bor. Undan tashqari 12 qavatda 7 podezdan ko'proq. Umumiy hisobda shu 3000 ga yaqin xonadonlar, keyin 9 qavat. Aslida eng kami 9, 12, 14, 16 qavatli uylarimizda qurib 2 yil qurilish bo'ldi. 3-yilda topshirildi. Umumiy hisobda 21dan 23 topshirilish muddati 24 ga ayrim ikkita 16 qavatimiz 24 boshida topshirganmiz. Shu bilan o'sha ishlarimiz bitdi. Umumiy hisobda plyus-minus 2 yil ichida 3000 ta xonadonni qurib, odamlarga yashashga tayyor Xuddi shunday. topshirdingda, shu yerda odamlar hozir qanaqa yashab kelyapti. Xuddi shunday. Undan keyingi loyihalarimizda hozir borib ko'ramiz. Undan keyingi loyihalarimizga o'sha 1 yil bo'ldi topshirilayotgan loyihalarimiz mana hozir oxirgi boyagi aytib o'tdim, qayta oxirgi 5 yilda hozir 6000 dan oshiq xonadonni qurib, oxirgi 5 yilda 6000 dan oshiq xonadon, umumiy hisobda 10 tadan oshiq xonadon qurib, egalariga topshirdik. Xuddi shunday. Hozir qurilish bosqichida nechta xonadonlar bor? Qurilish bosqichida hozir 2 ta massivda qurilishimiz ketyapti. Bitta massivimizda 1000 ta, ikkinchi massivimizda ozroq ish qolgan 224 ta. Undan keyin 3-bosqichimizda 3 ta 16 qavat, unda sal bitta qavatda kvartiralar soni ko'proq, unda ham 440 ta. Umumiy hisobda 2000 ta qurilish jarayonida uyimiz bor. Va Toshkentdagi yana 2000 ta xonadon. Xuddi shunday 4000 ta bo'ladi. Surxondaryoda 2000 dan oshiqroq hozirgi kunda jarayonda, qaysidir korobka jarayonida, qaysidir topshirish jarayonida, qaysidir fasad ishlari ketyapti, qaysidadir svoy qoqilib noldan ketyapti. Umumiy hisobda Surxondaryoda 2000 ta, Toshkentda 2000 ta boshlangan xonadonlarimiz bor. Joyga men ko'rdim, ofisidan sal yaqinrog'ida yana qurilayotgan loyihalar ham bor ekan. O'sha yerga borib o'z ustalarini ko'rib, ya'ni ish jarayonini ko'rib, shunaqa tezroq tez qurilayotgan 35 kunda binoni korobka qismini ko'tarish o'z bo'lmaydi. Shu narsani ko'tarayotganinglarni bir injeneriyada bo'lsa, injenerlarni o'zi bilan gaplashib, bir tanishaylik, qanaqa qilib bu sifatiga ta'sir qilmagan holda bunaqangi tez quryapsiz. Shuni bir tanishsak degan. Marhamat, hozir loyihalarimizni borib ko'ramiz. Oybek aka, bu obyekt, bu ob'yomni men Toshkentda ham bunaqa tez quradigan ko'rmaganman. Nima adashmasam bir oy kelganimda mana bu bloklar voобще hali yo'q edi. Bu bloklar fasadi bo'lgan. O'zi qayerda bu Termizni qayerda bir tushuntirsangiz lokatsiyasi qanaqa bo'lyapti bu? Shahobiddin, bu loyihamiz hozir Termiz shahrida nomlanishi Manguzar masjid deb aytiladi. Xalq tilida aytiladigan bo'lsa, Manguzar masjid yonida, ammo yonimizda katta masjid bor shu yerda. Umumiy loyihamiz 1 gektarda, 1 gektar 10 sotikda joylashgan. 9 podez, 16 qavat. Har bitta podezimizda 112 tadan kvartira, jami 1008 ta kvartira. 1008 ta kvartira tushyapti shu yerga. Xuddi shunday 1008 ta kvartira tushyapti. Bu asosiy 1 xonalik uylarimiz, 2 xonalik uylarimiz ko'p. Holatda. Bu qanaqa bu, masalan, men hozir kelganimda men hayratdaman-da. 1 oy oldin kelganimda mana bu bloklar hali yo'q emas, shu bir 7-etaj, 6-etaj deydi. Hozir kelsam shu fasad boshlandi. Bu bloklar mana shu qurilish deydi. Hozir fasadi bitibdi. Qanaqa qilib bu? Biz endi yo'nalish bo'yicha aytadigan bo'lsak, bizda 3 xil yo'nalishda obyekt ishimiz ketadi. Birinchi yo'nalishimiz mana bu hozir ko'rib turgan jarayonimiz konstruksiyasi, korobka holatida. Ikkinchi yo'nalishimiz uning fasadi, tashqi fasadi, благоустройствоsi ketadi. Uchinchi yo'nalishida uning ichkarisi под ключ holatda odamlarga tayyor, yashashga tayyor holatda topshiriladi. Mana shu konstruksiyasini aytadigan bo'lsam, bir podezimizda 7 ta 8 ta kvartira joylashgan bo'lsa, podezlariga qarab, joylashishiga qarab, har 2 kunda 1 etaj quriladi. Bu degani 16 qavatli binomizda tagidagi podvali bilan ili tepadagi 1 etaj, tex etaj liftli joy bilan 17 etaj bo'ladigan bo'lsa, 36 kun, 37 kunda bitta podezda to'liq topshiradi. Bu korobka qismi. Korobka qismi tugagandan keyin unga fasad gruppa ishga tushadi, ili ichiga отдельный gruppa. Tashqari fasad qismini mana bu gazoblogini terib, okunni bloklarini qo'yib bo'lgunimizcha 2 oy vaqt ketadi. To'liq mana bu hozir tayyor holatga kelguncha 2 oy muddatda fasad qismi to'liq tayyor bo'ladi. Uni ichiga yana 2 oy. Umumiy hisobda bitta obyektimiz qo'shish yo'li bilan 6 oyda tayyor holatda.
tayyor patkulch odamlar kirib yashaydigan holatga to'g'ri keladi. Lekin bu etap. Men bu tayyor bo'lguncha keyingisi qurilaveradi. Boshida 2 oy boshlab olganimizdan keyin har oyiga 100 ta kvartira tayyor ketaveradi. Masalan, bizda hozir umumiy she'rda 1000 ta kvartira deydigan bo'lsak, bizning mo'ljalimiz 1 yil boshlashdan tugab chiqib ketgunimizcha 12 oyda qurib, topshirib, aholiga odamlarni ko'chirib kiritib chiqib ketamiz. Shunda tushunishim bo'yicha 1018 ta kvartirani 1 yilda bitirib tugatib chiqib ketmoqchisiz. 1008 ta kvartirani 1 yilda odamlarning qo'liga kaliti bilan topshirib chiqib ketiladi. Loyihada. Umumiy holatda bu hozir qachon boshlangan mana shu blok hozir? Men bu holatda masalan men buni biz boshlaganimizda sentyabr oyida boshlangan. Birinchi proyektimizda noyabrda o'sha fasadi boshlangan. Yangi yilda sotuv boshlangan. Hozir aholi o'sha ko'chib kirdi. Hozir o'sha odamlar qabul qilib olyapti. Birinchi blogimizda. Endi bu yilgi noyabrgacha umumiy obyektimiz tugaydi. Hozir mana shu yerda ko'rib turganlaringiz 7 podezimizda konstruksiyasi tugadi, korobka qismi. Yana 2 podezimiz qoldi. Ular o'sha iyul oyining 15-20sigacha 2 ta podezni tugatadi. Undan keyin iziga 2 podez, 1 podezdan har oyiga biz topshirib ketaveramiz. Hozirgi kunda mana bu uyni biz sotuvga chiqardik. Bir 5 kunda sotuvni ochamiz. Hozir holatda ichkarida laminat, ichkarida santexnika jihozlari ketyapti. 1 oy davomida sotib bo'lsak, 1 oydan keyin aholi bemalol ko'chib kirib yashaydi. Uni iziga o'sha 15-20 kunda keyingi blogimiz sotuvga chiqadi. Bu ham iyun oyining uzog'i 20-sanasiga sotuvga chiqadi. Hozirgi kunda ichida jihozlash ishlari ketyapti. Biz o'sha tashqarilar bitdi, ichkari eshik, laminat, keyin suvoq ishlari ketadi. Undan keyin santexnika jihozlarini o'rnatamiz. Jihozi bilan patkulch, masalan, iyun oyida mana shu 2 ta uyni sotib, iyul oyida topshirib yuboramiz. Iyul oyida buni topshirganimizdan keyin, masalan, keyingi 2 ta mana bu 2 ta blok chiqadi. Undan keyin mana bu 2 ta blok chiqadi. Xuddi shunday 224 tadan 112 tadan har birida 224 ta uyni topshirib. Uzog'i bizga sentyabrga qurilish tugaydi. Noyabr oyigacha 2 oy ichida ichini qurilib chiqib ketish. 1 yilda boshlab, 1 yilda mana shu 1000 ta kvartirani umumiy hisobda qurib chiqib ketish. Shunda noyabr oyida boshlangan bo'lsa, 7 oy ichida hozir nechta podezimiz tayyor bo'ldi? 7 oy ichida 7 ta podezimiz tayyor. 7 oy ichida 7 ta podezimizning korobkasi tayyor bo'ldi. 3 ta podezimizning fasad qismi tayyor bo'ldi. Bitta podezimizga aholi ko'chib kirdi. O'sha bitta podez ko'chib ham kirdi. 7 oyda boshlagan. 7 oyda boshladi. Bitta podezimizga ko'chib kirdi. Bu 112 ta kvartira odamlar ko'chib kirdi, qabul qilib. Yana 2 ta podezimizni fasad qismi bitdi. Ichida ish ketyapti. Uzog'i 2 oy ichida bunda to'liq odamlar ko'chib kiradi. Undan keyin iziga yana mana ko'rib turgan 2 ta podezimizni buni fasadi masalan iyun oyida tugasa, iyul oyida bular ham sotuvga chiqadi. Xullas noyabr oyigacha poli obyekt noyabr oyigacha bu obyekt bo'lib, hech qanday bu yerda qurilish xodimlari qolmaydi. Faqat prorablar har bir podezda bittadan mutaxassisimiz qoladi. Kelgan aholiga uyni topshirish bilan shug'ullanadi. Zo'r, tushundim. Qarang, o'zi Toshkentda, o'zi hamma joyda, masalan, nima bo'ladi? Katlamon paytida savdoga chiqadi domla. Siz hozir aytyapsiz, bu blokimiz endi savdoga chiqaramiz deyapsiz. Bu blok menimcha bitta uji. Bizda Surxondaryoda endi biz yiliga hozir 3000 tagacha kvartira quryapmiz. Boshqa obyektlarimiz ham bor, uni ham ko'ramiz. 2000 dan oshiqroq aholini ko'chib kirityapmiz. 1000 ta har doim bizda sotuvda aholi ko'chib kirish uchun jarayonda plus uyimiz turadi. Bizda bitta tizim Surxondaryoda faqat tayyor holatda odamlarga kluchi bilan, patkulch holatda kadastri bilan sotamiz. Mana bugun bordi, sotuv ofisimizdan bitta pasport evaziga ham olish mumkin. Boshlang'ich to'lov yo'q uylarimiz ham bor, kichkina kvartiralar. Bu Surxondaryoda. Surxondaryoda boradi, ofisimizda banklarni boya ko'rib o'tdik. Banklar o'tiradi, kadastr bor, yagona darcha bor, hamma tizim, notarius bor, hamma tizim yaratilgan. Aholi eshigidan kirib bitta pasport bilan uy olib 2 oydan keyin ko'chib kirib yashaydi. Lekin bizda sotuv shunaqa, kadastr bilan tayyor holatda aholi kelib ko'rib, tanlab uyini oladi va uyini olib oformlana qilib notariusdan uyini nomiga o'tkazgandan keyin 2 oy ichida ko'chib kiradi. Agarda 2 oy ichida ayrim sabablarga ko'ra biz uyni topshira olmay qolsak, bankdan agar kredit olgan bo'lsa, kredit foizini to'lab beramiz. Agar o'zi to'lov qilib olgan bo'lsa, kelishilgan shartnomada bitmagan uyga biz kompensatsiya qilib berib turamiz, qachonki topshirib bo'lgunimizcha.
Shuni tushunishim bo'yicha, hali masalan uyni masalan mana vaqtga bitiramiz deb turib, kadastr chiqdi. Masalan, uyni kadastr chiqdi, hali pat ключ xonadon ko'chib kirishi uchun 1 oy 2 oylik remonti boshlanadi. 2 oylik remont ishlari bor. Shu remont ishlarini bitirishinglar qanchadir 15 kun yoki 1 oyga kechga qolsa, uy olgan odamlarga o'sha 1 oylik masalan oylik to'lov pulini o'zingizlar tomonidan to'lab berasizlar yoki kompensatsiya to'lab beryapsizlar. Xuddi shunday, masalan, yoki bankka to'lab beramiz, yo'q fuqaro men bankka to'ladim, o'sha sizlar 2 oy kechiktirdilaring, 3-oyga men to'lov amalga oshirdim desa, 3-oyga qo'liga to'lagan pulini qaytarib beramiz hisob raqamimiz orqali. Shunda odamlar ham uyatda, ham agar bitish muddati kechiksa, o'sha oylik to'lovini sizlar o'zingizlar olib beryapsizlar yoki to'lab beryapsizlar. Xuddi shunday bo'ladi. Gap yo'q aka. Hozir men o'zi menga ham ozgina tormoz bo'lib qolyapti. Shu darajada men katta ob'yomda va bunaqa tez quradigan qurilishni men oldin ko'rmaganman-da. Shu darajada tez qurilyapti. Buni sifati qanaqa bo'ladi aka? Sifatiga bu garantiya bormi? Sifati bunaqa tez qurilgandan keyin sifatiga ta'sir qilib qolmaydimi obyektni? Unga nima deysiz? Endi bu mana bu ko'p qavatli binolar o'zi aslida masalan 2 xil, 3 xil konstruksiya, masalan korobka holatda quriladigan holatda tunnelni qolip bor, keyin pokriti bilan stenasini отдельно qilinadigan qoliplar, keyin karkasni varianti edi, karkas quyiladi-da, plita quyiladi. Bizda eng oxirgi variantda tunnelni qolipda ishlaymiz. Bu bo'yicha to'liq mutaxassislarimiz Turkiyadan kelgan, injenerlarimiz hammasi turklar, ular bilan bo'ladi. Hozir agar to'g'ri bo'lsa, ularga o'zlariga bir qarasak, o'zlari bir savollarga javob berib, necha ballik zilzilaga javob beradi, tagida sivoylari qanaqa, bu qanday marka beton ishlatiladi, qanday marka armatura ishlatiladi, bu bo'yicha konstruktor ham injener o'zidan bir suhbat olsak ma'qulroq bo'ladi. Qurish sifati bo'yicha shu injenerdan olamiz ma'lumotni. Juda ham zo'r ekan. Bo'lsa injenerimizdan ma'lumotlarni olamiz. Rahmat. Aziz kuzatuvchilarimiz, hozir Surxon sanoat qurilish kompaniyasida bosh injener lavozimida ishlaydigan Najibek bilan suhbat olib boramiz. Najibek, o'zingiz tanishtirsangiz. Hammaga selamünaleyküm. Adım Naci Peker. Türkiye'den geldik. Ortaca 5-6 yıldır şu yerde işleyapmiz. Bahadır Eke bilen birge işleyapmiz. Oldin'den buraya varmazdan ham şunaka işler kıldık. Kim burada da kılamız nasip olsa. Shunday. Adashmasam oldin O'zguven'da ishlagansiz, to'g'rimi? Özgüven kampanyası bilen birge işledik. Mavroları kıldık. Keyin Bahadır Eke'ye öttük. Bahadır Eke'de hazır işleyapmiz. Oldinlari necha qavatli loyihalar qurgansiz? Oldin'den 27'den 31 etaj geçeye kadar kıldık. 50 metre padval fundament, 37 metrede sıvay. Şunaka işlerde kıldık. Hazır şu yerde işleyapmiz. Nestonni ham qurilish jarayoni Nestvan'ı ham biz kurduk özgüven olarak. Lakin hazır özgüven yok. Biz Surxon Sanat Kuruluş Kampanyası'nın kadını Bahadır Eke'nin kolunda işleyapmiz. Hozir Bahodir Qodirov bilan birga ishlayapmiz. Juda ham yaxshi. Hozir bu mana ko'rib turgan binoyimiz qancha vaqt ichida ko'tarildi? Qancha vaqt misal bu 3'te adelni padyesler var. Tekinde 85'te 95 etrafı sıvay var. Bu sıvaylara 1 metre, 120 metre fadyesten padyesi özgürledi. Fundament balanlığında fundament koyuladı. Tekindeki sıvaylara ülenip. Ortaca sıvaylar tükendikten keyin ortaca 3 günde fundamentin betonunu koyamız. Fundamentin betonunu koyduktan keyin de 35 günde padvaldan mekanik etaj geçeye kadar opçu 18 etajı 35 günde kılamız. Padval bilan qo'shib, liftini qo'shganda shunday 35 günde tükenedi. 35 kunda shu ko'rinishga kelyapti. Şu görünüşe geledi. Tabii Huda'dan bir şaman gelmese bize fakat şaman tesir kıladı. Başını kırana kalat veredi. Bu sebeple şaman bolmazsa amma nerse cayında olsa 35 günde fundamentten keyin opçu padyesi tüketim. Zo'r, 35 kunda qurish sifatiga ta'sir qilib qolmaydimi? Sifatini qanaqa nazorat qilasiz? Umumen tesir kılmaydı. Bunun marka 350 beton işletyapmiz. Padval fundamentinde 35 ton armatür. Fundamentten keyin 320 bilen 340 etrafında özgeredi padyesten padyese armatürümüz var. Her gün karayın marka 350 beton koyu yapmış. Türkiye'de ham şu kuruluşlar kılınadı. Zelzelede hiç nerse kılınmaydı. Hudaga şükür. Türkiye'deki zelzelede ham şu dizim bilen
shu sistem bilan ishlagan qilingan qurilishlarda umuman muammo bo'lmaydi. 2-3 yil oldin Termizda qattiq zilzila bo'ldi deb eshitdim. O'sha paytda sizlarning qurgan dominglarga qanchalik ta'siri bo'ldi zilzilalar? Umuman ta'sir qilgani yo'q. Umuman ta'sir. Yo'q, ben orada oturgan qo'shnilar bilan, og'aynilar bilan gaplashdim. Zilzilada inson qo'rqadi, lekin bunda umuman qo'rqish yo'q. Xudo biladi gerçi. Turkiyada qattiq zilzila bo'ldi-ku. O'sha paytda Turkiyada sizlarning qurgan uylaringizga qanchadir ta'siri bo'ldimi shu zilzilalarning? Bu sistem bilan qilingan Türkiye'deki zilzilada 98 yıldan oldinki qurilishlarda muammo bo'ldi, lekin 98 yılından oldinki qilingan tunalapalıkka bilan qilingan qurilishlarda umuman bitsizlik kamp bo'lmagan. Shu konstruksiyada qurilgan uylarga hech nima qilmadi. Qilmadi. Umuman qilmagan. Ta'sir qilmadi. Ta'sir qilmadi. Juda ham yaxshi. Bo'lmasa beton olish ishlarini ham, jarayonlarini ham ko'rsatsak bo'ladi. To'g'ri videoga. To'g'ri. Keyin mana men ko'rib turibman, hozir bunaqa tekis beton quyish hamma ham bunaqa tekis qilib beton quya olmaydi. Chunki baribir buni ichida keyin odamlar remont qiladi. Remont qilish jarayonida betonni tekis quymaganligi uchun remontga xalaqit beradi. Remontdan avval beradi, keyin xarajat ko'p oladi, misol pakrovka ko'p ketadi. Bu narsalar ko'p. U yo'ldan odamga ko'p xarajat bo'ladi bu narsa. Qanaqa qilib bu darajada tekis quyapsiz? Juda tekis, mana ko'ryapman, hech qanaqa bir o'ngga-chapga surilgan joyi yoki defekti yo'q, juda tekis chiroyli qurilgan. Beton keladi, tepada qo'yiladi, faqat vibrasyon umuman to'xtamaydi. Vibrasyon bilan общий beton joylashtiriladi. Sizler hazır 90 küp şurada, bugün 90 küp betonumuz var. Birge yine göreniz beton başlı yaptı. Siz o payda da görün. Beton vibrasyon umuman to'xtamaydi. Refleks chiqadi. Vibratsiya qilib har bir joyga beton borib yetib olishini ta'minlaydi. Agar vibratsiya qilinmasa yoki yaxshi vibratsiya qilinmasa o'sha betonni ko'ramiz, ora-orada masalan beton quygan joylarda ochiq-ochiq aroylar chiqib ketadi. Shunday. O'shanaqa bo'lganda u beton ertaga binoning sifatiga ta'sir qiladimi zilzilada? Juda ham ta'sir qiladi, juda ham. U ertaga zilzila bardoshligiga ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Bizda Xudoga shukr ko'rib turibman, unaqa muammolar yo'q. Yo'q, Xudoga shukr bizda muammo yo'q. Biz burada her payt tekshiramiz, ko'ramiz, gaplashamiz. Sifati va tezlikda harakat qilamiz. Zo'r, gap yo'q. Bo'lmasa beton olish jarayonlarini ham bir ko'ramiz. Ko'rasiz, aytdik. Rahmat, aytdik. Najibek, hozir biz adashmasam 17-qavatda, to'g'rimi? Ayni paytda nima ishda ketyapti? Shunday, hozir oxirgi etajak vardı. Kecha putamanı koyduk. Bugün putamanın betonunu koyuyoruz. Mana armatürü falan hamma narsasi tayyor. Bunun betonunu ham koyamiz. Pasta tushundirdiğim narsalarim aslı şurada bo'ladi. 5-10 minutdan keyin betonu ham koyup göremiz. Vibratsiya ham qilinadi. Shunday vibrasyon polli qilinadi. Vibrasyon beton yaxshi joylashish uchun. Mana ertagada mekanik etajin betonu koyuladi. Mekanik etajin stenasının ham armatürler tayyor. Bir 5-10 minutdan keyin betonu ham göresiz. Oybek aka, mana Najibek bilan qurish sifatini ko'rdik, tezligini ko'rdik, juda ham tez quryapti ekan. Bu loyihani tushundik. Endi yana loyihalar bormi borib ko'rishga? Hozir bu Termiz shahrida 4 ta loyihamiz bor. Hozir biz bittasini ko'rdik. Hozir bundan keyingi ikkinchi loyihaga boramiz. Keyin yangi O'zbekistonda yangi loyihamiz bor, uni ko'ramiz. Keyin bundan 1 yil oldin topshirilgan loyihalarimizni ko'ramiz. Hozir bu yerga yangi boradigan joyimiz Sohilbo'yi loyihasi. Termiz shahrida 5 qavatlik 32 ta dom. Umumiy hisobda 640 ta kvartira. Hozir uni borib ko'ramiz. U yerda ham 1 yilda qurib, topshirib chiqib ketildi. Hozir odamlar ko'chib kirib, yashash jarayoni ketyapti. Bo'ldi, demak, yoni ko'ramiz. Oybek aka, bu adashmasam Sohilbo'yi loyihada, to'g'rimi? Xuddi shunday. Qachon qurilish boshlangan? Qachon topshirdinglar? Bu topshirilibdi o'zi. Bu 2025-yil yanvarda boshlangan. 2025 dekabr oyida
birinchi qismini hozir mana shu turgan qismimizni ochilishini o'tkazdi. Bunga viloyat hokimimiz shaxsan o'zlari kelib, bayram tuhfasiga aholiga topshirildi yanvarda. Hozirgi kunda bu yerda 32 ta, mana shu ko'rib turgan 5 qavatli uylarimizdan 32 ta qurildi. Bu har bittasida 20 tadan xonadon bor. Jami 640 ta. Lekin bizni sotuvimizni 2025-yil aprelda boshlaganmiz. 4 oydan keyin qurish boshlangan, 4 oydan keyin ana shu qismi bitgan, aprelda sotuvni boshlaganmiz. Bugungi kunda kelib hozir jami 640 ta xonadondan где-то 30 ta atrofida xonadon qoldi, hali endi sotilayotgan. Qolgan hammasi 610 tasi уже egalari olgan, shundan 350 dan oshiqroq xonadon ko'chib kirgan. Bularmish holatda yashayapti. Endi shu bir podyezdda 20 ta xonadon, bir etajda 4 tadan 3 ta 2 xona, bitta 3 xonalik proyekt qilingan. Kichkina ijtimoiy zo'r aholiga juda qulay, 20 yilga ipotekaga 1 yilda tez sotilib ketdi. Eng tez qurilgan va eng tez sotilgan loyihalarimizdan biri mana shu. 1 yil ichida to'liq qurib topshirdik. To'liq qurib topshirib, sotuvni ham tugatdik. Sotuvi ham уже jarayonga. Shu darajada nima bu joy shunchalik yaxshi qurildimi yoki lokatsiya shunchalik yaxshimi? Juda tez olib qo'yishdi odamlar. Lokatsiyani bu yerda qurilishdan oldingi holatlarini ko'radigan bo'lsak, juda bir tashlandiq joy bo'lib turgan holat bo'lgan. Umuman bir oxirgi 10-15 yilda hech narsadan foydalanilmagan. Shunday joy olindi, massiv qilib, chiroyli qilib, hamma narsasi yo'lak, yo'l, hamma proyektni o'zimiz qildik. Men bu yerdan hozir endi 24/7 do'konlarimizni ham tayyorlab qo'ydik. Ular ham ishga tushadi. To'liq holat bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsa, umumiy maydon 4 gektar. To'liq piyodalar yo'lakchasi qilingan, aylanib chiqishga, bir aylanib chiqish massivni o'zi 1.8 kilometr. 1 kilometr 800 metr. Aholi uchun juda hamma sharoitlar, yashil zonalar, parkovkalar to'liq har bitta xonadonga отдельно tashqarida ochiqda bepul parkovkalar qilingan, zeleniy zona qilingan, umumiy yangi tipdagi bitta massivcha shakllangan 640 ta xonadon, bunda aytganda bir kichkinaroq bitta mahalla degan. Umumiy holat shu. Endi kelajakda yonidan bog'cha proyektimiz bor. Hozir mana boya aytganimdek 24/7 sayilgoh aylanish. Shaharda bir gavjum aholisi zo'r bo'ladigan joyga aylanadi. Uzog'i 1 yilda to'liq odamlar ko'chib yashash shu jarayonga ketadi. Boya Ovora massivimizda ham ko'rdilaringiz. O'sha joylar ham 2-3 yil oldin ochiq dala bo'lgan. Hozir holat mana shu holatga kelinyapti. Bu holatda qurish tezligi yuqori, aholini talabi bor. Xudoga shukr, bu sotuvimizda muammo yo'q. Davlat 100% qo'llab-quvvatlayapti. Banklar, ipoteka kredit ajratish, hammasi aholi uchun qulayliklar bor. Arzon foiz, uzoq muddatli kredit. İşimiz yaxshi. Mana bu. Loyihani oldidan soy o'tganmi, shunda soy bo'yi deb nima deganingiz? Bu sohil bo'yi deganimiz loyiha mana bu где-то 200 metrdan keyin Amudaryo. Amudaryo, keyin bu tarafimiz bir 300-400 metrdan Surxondaryo. Surxondaryoni Amudaryoga qo'shilayotgan hudud. U yerda mana bu yerda suv o'tgan, kanal o'tilgan. O'sha kanalni bo'yida 24/7 sayilgohlarni o'zimiz qo'shimcha tashkillashtiryapmiz hozir. Shu yerda yashaydiganlar uchun sayilgoh qilib beryapsizlar. Bu daryoni bo'yi bo'lsa, bu o'z Termiz issiq bo'ladi. Bu joyda ancha salqin bo'lsa kerak nisbatan. Bo'ladi. Bu yerlarda masalan oldin ko'p qavatli uylar ko'p qurilmagan, aholi hovli bir qavatli hovlilar bo'lgan. Masalan 200 metrda Amudaryo katta daryo, bu yoqda aytgandek Surxondaryo qo'shilgan joy. Shuning uchun sohil bo'yi deganimiz, mahallani nomi ham Amu sohillari mahallasi. Shuning uchun biz loyihani sohil bo'yi deb nomlaganmiz. O'zi bu massiv ham Amu sohillari mahallasida joylashgan. Termiz shahri Amu sohillari mahallasi. Juda ham zo'r. Men ko'raman, bu yoqda odamlar ko'chib kirib yashayapti. Mana detsk plashadkalar bolalar uchun hamma narsa tayyor qilib qo'yilibdi. Binoning fasadlari ham juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Tashavorib masalan bir xil binolar bo'ladi. Fasadini oddiy qilib qo'yadi, topshirishiga yaqin yo topshirib bo'lgandan keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin fasadlar tashavoradi. Lekin bu joyda juda ham chiroyli bo'lib, yaxshi bo'lib turibdi ekan. Juda ham zo'r.
Bizda yana bitta qo'shimcha Shahobiddin, umumiy hisobda masalan aholiga uy topshirilgandan keyin shartnomamiz bo'yicha ham bor. Biz o'zimiz ham kommunikatsiyalarni, hamma tizimni 1 yilgacha agarda qachonki shirkat bu yerda qabul qilib olguncha hamma narsasini sodержанияsi uni davom ettirish bizni o'zimizda. Ertaga biron uyni ichida kamchiliklar chiqadigan bo'lsa ham tizimimiz bor. 1 yilgacha fuqaro bemalol murojaat qilishi mumkin. Hamma kamchilik qurilish tarafidan bizda o'zimiz kompaniya tarafimizdan bartaraf etiladi. Tashqi fasadlarda ham xuddi shunday. Ertaga qo'shimcha biron ish qilish kerak yoki biror joyda yana biron qolib ketilgan yo nimadir masala yoki yoki xaridorlar tarafidan qo'shimcha biror narsa so'rasa ham u narsalar ham qilib beriladi. Qachonki biz uni shirkatga topshirgunimizcha keladi. Ertaga uy-joy mulkdorlar shirkati 1 yildan keyin kelib bizdan quruvchidan qabul qilib oladi. Undan keyin aholi to'lov qilib boshlaydi. Ungacha 1 yilgacha hech qanday shirkatga boshqaga to'lov qilmaydi. Hammasi qurilish tashkilotimiz hisobidan kamchiliklarni bepulga xizmat ko'rsatib beramiz 1 yilgacha. Undan keyin shirkat olgandan keyin shirkat o'zi qarab, shunday. ham yaxshilab boradi. Xuddi shunday. Zo'r Oybek aka, juda ham chiroyli tushdi bu domla. Keyingi boradigan manzilimiz qaysi? Keyingi boradigan manzilimiz Yangi O'zbekiston massivi, Termiz tumanida joylashgan. Lokatsiyasi Termiz shahridan 9-10 kilometrda. U yerda 16 qavatlik 1300 ta xonadon biz quryapmiz. Shundan hozir 2 podezi qoldi. 12 podez 16 qavatdan 10 podezini qurib aholiga topshirish jarayoni ketyapti. 2 podezida qurilish korobka qismi bitgan, pardozlash ishlari va oxirgi kelasi 2 oyda u yerda ham qurib chiqib ketamiz. Uni 1200 ta xonadonni 1,5 yilda qurib topshiryapmiz to'liq. U endi yangi kommunikatsiya bordi, yangi joy, yangi massiv. Hozir borsak, u joyda ham to'liq ma'lumot beramiz. Juda ham qiziqib ketyapman. Demak, bu yoqqa borib ko'ramiz, xudo xolisa. Oho, Oybek aka, bu kichkina loyihalar yo'q ekan. Hammasi bu katta massivlar. Bu qanaqa loyiha endi? Buni ham bir tushuntiringchi. Bu loyihamiz Yangi O'zbekiston massivida, Termiz tumanida joylashgan. Termiz shahridan 10 kilometr lokatsiyada kirishga. Bu yerda hozir bizda 12 podez, 16 qavat uy quryapmiz. Umumiy kvartiralarimiz soni 1315 ta. Shundan bugungi kunda 10 podezi topshirilish jarayonida ketyapti. Aholiga topshiryapmiz. Kadastrlari bor, kreditlari chiqqan fuqarolarga, xohlagan o'zi to'lov qilgan, xohlagan odam ipotek kredit, xohlagan odam subsidiya orqali olgan odamlar xarid qilgan. Umumiy hisobda 1100 ta kvartiramiz sotuvda bo'lib sotildi. Hozir 224 ta 2 podez uyimiz qoldi. Yaqinda kadastrlari chiqib, podключ holatga, tayyor holatga, remont holatida bo'ladi. Uni uzog'i 1 oy ichida sotib, uni ham topshirib chiqib ketish. Bu qurilishi qachon boshlandi? Qanchada bitirdinglar 1100 ta kvartirani? Yo'q, bu yerda umumiy 1300 ta, bitgani 1100 ta, 1315 ta kvartira umumiy xonadon bo'lsa, buni boshlaganimizga 2025-yil mart oyidan boshlangan. Bu proyektlarimiz 2025 yakuni bilan mana bu noyabr, dekabr oylarida 256 ta mana bu 3 podezini topshirdik. Undan keyin mana birinchi chorakda 2026-yilda bu tarafdan 3 podez 315 ta kvartira topshirdik. Hozirgi kunda mana bu 3 ta podezni topshiryapmiz, ishlari ketyapti. Ichkarida aholi ko'chib kiryapti. Va keyingi yana oxirida 3 podez ishlarimizni bittasini mana bu iyun oyiga aholi ko'chib kiradi. Qolgan ikkitasini iyun oyining oxirida sotuvga chiqarsak, bizda shu sotuvga chiqqandan keyin 2 oy ichida uzog'i aholi ko'chib kiradi. Uzog'i sentyabrgacha to'liq buni qurib, topshirib odamlarga chiqib ketamiz. Shunda bu tushunishim bo'yicha 1315 ta kvartirani 1 yil 4 oy 5 oyda ichida bitirib topshirib olyapsiz. Bitirib, topshirib chiqib ketyapmiz hozirgi kunda. Boya bundan oldingi intervyularimizda ham aytdik, shu bitta 16 qavat binoni korobka qismini 37-38 kunda turklar qurib chiqib ketadi. Undan keyin bizda o'zimizda brigada
2 oy fasad qismida Aha. parallel ichida ham ish ketaveradi. Aha. Keyin kadastr chiqib, uylar уже tayyor holatga kelgandan keyin 2 oy ichida mana bu tashqi благоустройство, ichimlik suv, kanalizatsiya, elektr energiya, bu tizimda masalan markazlashgan katyo'l, shu tizimga ulash ishlari ketadi. Shu bilan aholi uzog'i bitta obyektimizni boshlasak 6 oyda ko'chib kiradi. Zo'r. Shuni tushunishim bo'yicha 1,5 oy ichida полный binoni skret ko'tarilyapti. Xuddi Keyin shunday. 2 oy ichida fasad ishlari полный Xuddi shunday. tugatilyapti, ichki remont ishlari bilan. Keyin 2 oy ichida kadastr ishlari, tashqi o'sha благоустройствоlar hammasi 2 oy ichida bo'lyapti. Xuddi Shu shunday. bilan umumiy hisobda plus-minus 6 oyda bitta bloklarni tugatyapsizlar. Xuddi shunday bo'ladi. Masalan, konver asosida masalan 12 podyezdlik uyni boshlasak, Aha. boshida 2 oyda shu qurilish korobka qismiga ketadi. Aha. Keyin birinchi 6 oydan keyin biz har oyiga уже bitta 100 ta 112 ta kvartirani topshirib ketaveramiz. Boshida birinchi masalan obyekt boshlansa 6 oy o'sha yerda podключ holatgacha kelmaydi. 6 oydan keyin o'sha massivda har oyiga bir podyez minimum 100 ta, 108 ta, 112 tagacha kvartira bo'ladi. O'shani har oyiga bitta uy topshirib ketaveramiz. Zo'r. 1315 ta kvartira bo'lsa, shundan 1100 tasi уже sotilib bo'lindimi? 1100 tasi sotib bo'lindi. Shundan hozir 700 dan oshiqroq 2 podyez to'liq kirdi. O'sha 7-podyezga o'sha aholi ko'chib kiryapti. Shunda 700 tadan oshiq xonadon уже ko'chib kirib yashayapti, joylashib, kadastrlari ham chiqib bo'lgan. U 1100 ta kvartirani u qancha vaqt ichida odamlar oldi? Sizlar u 2 yil oldin boshlaganmi deydi uni savdosini? Yo'q, bizda 2 yil emas, bizda shu boya ham aytib o'tdim, kadastr chiqqandan keyin sotuv boshlanadi. To'liq uy bitishiga ichkaridagi jihozlari qolganda sotuv boshlanadi. Uzog'i mana laminat, santexnik jihozlar qolgan vaqtda bizda sotuv boshlanadi. Sotuv boshlangandan keyin 2 oy. Agarda biz o'sha 2 oyda boya ham aytib o'tdim, mijozlar bizga oplata to'lovini qilib qo'ysa-da, lekin biz topshira olmasak, biz 2 oydan keyin bankdagi kreditini, foiz qismini biz qoplab berib turamiz. Ma'lum bir oy, 2 oy kechikkan davr mobaynida qoplab beramiz. Shuning uchun odamlarda ishonch bor. Qurayotgan uylarimizga, tashkilotimizga nisbatan bemalol kelib qo'rqmasdan uy xarid qiladi. Eng qizig'i nomiga birdaniga o'tadi, oformlama qiladi, kadastri bilan o'zining nomiga o'tkazib. Endi ko'proq bu yerda aholi 90% основной kreditga olyapti. Hozir 20 yil muddatga 17% dan banklarimizga rahmat, kredit ajratilyapti. Kreditga keyin davlatning ijtimoiy qo'llash bo'yicha mana subsidiyalar ajratilyapti. Bu yerda ko'proq subsidiyaga olgan fuqarolar juda ko'p. Keyin oddiy uy kerak bo'lgan xalq bemalol kelib ishonchli bitta pasport evaziga xohlasa ish haqi yo'q bo'lsa ham hech qanday masala yo'q. 20% to'lovini qilib bemalol bez ish haqi, bez kredit, kafil to'lovni amalga oshirib kredit olib ketyapti. Bu 1100 ta kvartirani kadastr chiqqandan keyin sotish boshlagan bo'lsangiz, hali sotuvni ochganingizga ham 1 yil bo'lmabdi. Qanaqa qilib deyman-da, shuncha men aqlimga sig'dira olmayapman. Shuncha masalan aholi shunchalik talab kuchlimi, ya'ni sizlarni qurganingizga, sizlarni brendingizga, sizlar shunchalik ishonadimi aholi? Shu darajada masalan qurgan zahotingizda uylaringizda birdaniga tugab ketib qoladi. Shu darajada odamlar talab olib qo'yadi. Nima shunchalik brend, bu ishonchmi, nimadan bu? Bizda endi birinchi navbatda tez qurishimizda, keyin narxlarimiz arzon, ko'p uy qurayotganimiz uchun ko'p mahsulotlar ishlab chiqarish o'zimizning kompaniyaga tegishli bo'lgan tashkilotlardan ishlab chiqariladi. Eshiklar masalan, shebin, u ichida texnikalar 100% o'zimizga tegishli. Shuning uchun tannarx arzonroq chiqadi. Shuning uchun bozorda qulayroq sotamiz. Lekin minimum bitta obyektimizda bir oyga 100 ta to'liq sota olamiz. Masalan, 1100 ta deyotgan 1 yilda sotgan uyimiz, to'liq oplata qilgan. O'rtacha bir oyga bitta massivda 100 ta uy sota olamiz. Qayerda loyihamiz bo'lsa ham, masalan, buni oldi sohil bo'yini ham aytdim. 1 yilda 640 ta kvartira sotdik. Bu ham o'rtacha 70-60 tadan bitta joyga bir oyga to'g'ri kelyapti. O'rtacha sotuvimiz. Hamma joyda shunday. Bitta obyekt qursak,
masalan sotuvga chiqarsak 112 ta, bir oyda to'liq 90% pulini tushirib olamiz sotib. Masalan 10-iyunga sotuvga chiqarsak, 10-iyulgacha уже 90% sotilib bo'ladi. Уже 2 oy ichida aholi ko'chib kirib yashaydi. Men o'zi bilganim bo'yicha odatda quruvchilar masalan 1100 talik obyekt, 1315 ta bo'ldi o'zi. 1315 talik obyekt bu kichkina obyekt emas. Quruvchilar uni qurish jarayonini o'zini odatda 3 yil. Bu endi nima deydi, ularning aybi emas, lekin 3 yillik o'zi muddat olishadi, 3 yilda qurishadi va savdo ham 3 yil, 4 yil davom etadi-da. Hozir siz 1 yilda, 1 yil 3 oy, 1 yil 4 oyda to'liq bitirib topshiryapman deyapsiz. Hali 1 yil bo'lmadi, odamlar o'zi 700 tasiga ko'chib kirib yashayapti. Ham уже savdoda уже uylaringlar kam qolgan, уже sotilib bo'lgan. 1300 talik obyektdan 1100 tasi sotilib ketib qolgan. Bu shu darajada odamni hayron qolyapman, talab olib qo'yishini men endi ko'ryapman. Shu darajada talab kuchli bo'lib, sizning kompaniyadagi ishonch bo'lganini. Gap yo'q, lekin zo'r. Bundan keyingi loyihalarimiz qaysi? Yana qaysi joylarga boramiz Oybek aka? Bundan keyingi loyihalarimiz ko'p qavatli uylar bo'yicha asosiy hozir Termiz shahrida tayyor bo'lgan loyihalarimiz shular. Bundan keyin yana Yashil bozor degan hududimizda Termiz shahrida Indinen supermarketining yonida 3 ta 16 qavat quryapmiz. U endi boshlanyapti. Undan tashqari Muzrabot tumanida boya sohil bo'yini ko'rsatganimizdek 28 ta 5 qavatlik quryapmiz. Unga уже 2 oy bo'ldi boshlanganiga, hozir уже 4 tasini korobka qismi tugadi. U endi yangi loyiha. Bundan tashqari Angor tumani, Jarqo'rg'on tumanida mana shu xuddi Termiz tumaniga o'xshagan Yangi O'zbekiston massivlarida uy qurdik. Masalan Jarqo'rg'onda 1 yilda 17 ta 5 qavatli uy qurdik. Angorda xuddi shunday 20 tadan oshiqroq 5 qavatli uy qurib, bu yoqlarda sotuvlarimiz tugagan. Endi aholi yashayapti. 1 yilgacha boya aytganimdek aholiga bizda garantiyamiz bor. Uyda yoki biror joyda kamchilik chiqsa biz ta'minlab berib turamiz. Hozirgi obyektlarimiz bundan tashqari masalan bizda oldingi obyektlarimiz Termiz shahrida Prezident maktabi, Temurbeklar maktabi, keyin ana hozir aeroportdan hamma mehmonlarimiz keladi. Termiz xalqaro aeroporti 3 oyda 90 kunda qurib topshirilgan, bitkazilgan, juda tez. Aeroportni ham qilib qurganmisiz? Xuddi shunday Termiz xalqaro aeroportini hozir yangi aerovokzalda biz qurganmiz. 90 kunda уже qurib topshirilgan. Bundan tashqari katta loyihalarimizdan hozir borib ko'ramiz. O'zbekiston Afg'oniston chegarasida 26 gektarga katta proyekt qurilgan. U yerda katta bozor qurilgan, hostel qurilgan, gostinitsa qurilgan, meditsina qurilgan. Bundan tashqari butun bitta 26 gektar maydonda bozor va kompleks tizim bo'yicha qurilgan. Uni ham qurilishini biz qurganmiz. Hozir sotuvlari boshqa kishiga sotilgan, lekin asosiy proyektni to'liq biz o'zimiz qurib, topshirib chiqib ketganmiz. Endi bu ham shu Surxon sanoat qurilish kompaniyasi tizimida ishlar olib boriladi. Bu yerda hozir qisqacha ma'lumot aytib ketsam, bizda общий 35 dan oshiqroq tashkilotlarni birlashtirilgan kompaniya. Uni ichida 11 ta qurilish tashkilotimiz bor. Hammasi отдельно loyiha bor. Bundan tashqari meditsina bor bizda, keyin bog'chalar bor. 4 ta hududda masalan bog'chalarimiz ishlab turibdi. Meditsina 2 ta tumanda bozorlar va detskiy plashatkasi bor, развлекательный markazlar bor. Angor va Qumqo'rg'on tumanlarida katta 5000 kvadrat bir etajli Qumqo'rg'on tumanidagi obyektimiz. Angorda bir qavatida 2000 kvadratlik katta supermarket deymiz, ichida o'yingohi bilan kompleksni bozor tipida qurilgan katta supermarketlar bor. Ularda ham shu tez, sifatli 1 yil ichida bizda shu biron obyekt mo'ljallasak, maksimal muddati 1 yil qo'yiladi. Shunga qarab qurib chiqib ketish. Oybek aka, men bitta narsa aytsam, mana bosh injenerimiz bilan ham ko'rishdik, qurilishni ko'rsatdilar, tushuntirib berdilar sifatini. Endi topshirgan uylaringlar, mana necha yil oldingi topshirgan uylaringlar ham o'sha o'z holicha turib, yaxshi xizmat qilyapti ekan. O'sha Termizda bo'lgan qattiq zilzilalarda ham hech nima qilmasdan chiroyli, yaxshi o'zini holatini saqlab turib bergan ekan. Shulardan keyin ham menda ozgina o'ylanish bor edi, чтобы men shunaqa tez uy qursa bo'ladimi deb aqlimga sig'dira olmayotgandim. Shunaqangi darajada tez qurib, sifatiga ta'sir qilmasdan qursa bo'ladimi deb aqlimga ozgina sig'dira olmay turdim, lekin men 90 kunda xalqaro aeroport qurdik deganingizdan keyin menda hech qanaqa shubha qolmadi, chunki bu xalqaro aeroportni
u tekshirib olish standartlari, davlat uni qabul qilish standartlari menimcha u juda katta masala. Chunki u xalqaro aeroport, uni o'sha aeroportni ham 90 kunda qurib bitirganinglar va uni davlatga topshirganinglar, gos obyektni o'tgani sifatiga javob berishinglar, sifatiga hech qanaqa masalan test qurganinglar sifatiga ta'sir qilmasdan sifati yaxshi darajada bo'lgani, bu juda katta natijada. Bu narsadan keyin o'zi test qurish sifatiga hech qanaqa ta'sir qilmasligiga shubham qolmadi lekin. Gap yo'q, zo'r. Xuddi shunday Shahobiddin, endi umumiy holatda qurilishlarimiz sifat darajasiga yetgan. Sababi bu tashkilotimiz 2004-yilda boshlagan. 2004, hozir mana 22 yil bo'ldi. Birinchi boshida Termiz ta'minot xususiy korxonasi bo'lib MChJ shaklida davlatdan xususiylashtirib olinib boshlangan davlat korxonasi bo'lgan. O'shandan qurilish boshlangan. Undan buyog'iga mana 22 yil ichida ancha tashkilotimiz kengaydi, sohalar ko'paydi, qurilishlarga mana chet eldan mutaxassislar jalb qildik. Oxirgi mana 5 yilda turklar bilan ishlayapmiz. Umumiy holatda qurilishlarga sifat, tezlik olib keldik deb o'ylaymiz. Masalan, Surxondaryoda 5 yil, 6 yil oldin 16 qavat bino qurilishi o'zi savol ostida bo'lgan. Masalan, hozir mana hamma massivlarimizda bir oyda bitta 16 qavat quryapmiz o'rtacha. Shu darajaga endi yetkazildi. Qoyil qoldim aka. Bo'lmamiz keyingi loyihangizga xudo xolasa borib, ularni ko'ramiz nasib bo'lsa. Oilaga bu joy o'zi qanaqa joy? Mana bu tomonimiz Hilton, bu tomonimiz Akfa Medline, oldimizda Ramiz, Stovuqlar ham yuribdi. Mana bu yoqda yana atletlar bor ekan. Qanaqa joy o'zi bu joy? Bu joy Shahobiddin aka O'zbekiston bilan Afg'oniston chegarasida Afg'oniston fuqarosi uchun erkin kirib chiqadigan 10 kunlik rejimda erkin bez viza kirib chiqadigan hudud. Bu joyda umumiy maydon 26 gektarda tashkil bo'lgan. Bu yerda meditsina, gostinitsa, hostel, restoran, undan tashqari boya ko'rib o'tganimiz bozorlar bor. Bu joyda umumiy proyekti $75 million. Buni bizda Surxon sanoat qurilish kompaniyasiga tegishli Surxon sanoat ta'minot korxonamiz tenderda olib qurgan. Hozirgi kunda bu joy boshqa kishilar yurityapti, sotilgan, lekin umumiy proyekti o'zimizda o'tkazilib, asosiy qismi qurilishning asosiy qismini bizning kompaniya qurgan. Keyin bu qurib sotilgan. Lekin hozir bugungi kunda boshqa tashkilotlar ishlatyapti. Umumiy holatda lekin bizning kompaniyamizga tegishli bo'lgan proyektlardan bittasi bu ham. Qurilish jarayonini 100% o'zimiz qilganmiz. Bu shu darajada aniq davlat miqyosida prioritetli loyihami? Biz kirib kelishimizda polniy pasportniy rejim tekshirib kirgizishdi. Qanaqa o'zi? Xuddi shunday, bu Aerotom erkin iqtisodiy zonasi, bu bo'yicha prezidentning maxsus qarorlari chiqqan. Shu Afg'oniston davlatini bilan O'zbekiston o'rtasida savdo aloqalarni yaxshilash uchun o'zbek fuqarolari kiradi, O'zbekiston fuqarolari kiradi, bu yoqda Afg'oniston fuqarolari kiradi. Bu yerda xizmat ko'rsatiladi, restoranda, gostinitsada, hostelda, bozorlar bor. Har qanday O'zbekistonning eksportga chiqib ketayotgan, Afg'onistonga chiqib ketayotgan mahsulotlari bu yoqqa chiqib ketadi. Afg'onistondan bizga kelayotgan mahsulotlar shu yerda kiritiladi. Bu yerda mana bu orqa tarafimizda ham bor, nima deymiz, tamojniy terminallar bor, hammasi skladlar bor, xolodilniklar, hammasi общий kompleksli tizim bor. Umumiy olganda ikkita davlat o'rtasidagi erkin iqtisodiy savdo zonasida, savdo to'liq, masalan, kirish O'zbekiston chegarachilari orqali tekshirib kiritiladi, pasportni rejim. Afg'oniston fuqarolari ham bu yerga kelib vizasiz to'liq 10 kun bu yerda bemalol bo'lib, yashab, dam olib yoki meditsinada davolanib yoki bozorlik qilib kunlik kelib ketadi. O'z ko'rturma parki ham qilingan ekan. Bu yashash uchun hamma sharoit, restoranlar, parklar, shaharchanchida nima bo'lsa, hamma sharoit shunga qilingan ekan-da, to'g'rimi? Xuddi shunday kichkinaroq bir shaharchada qilib qilingan, hamma sharoit ichida, общий chegara zonalarida, menimcha bu mamlakatimizda boshqa davlatlar bilan chegarasida ham hozir qurilyapti, ko'pida ishga ham tushyapti. Xuddi shunday hudud. Bu yerda masalan asosiy savdo, iqtisodiy O'zbekiston uchun juda katta daromad keltiradigan joy, ham qo'shnichilik oqibatlari bordi keldi. Demak, Surxon sanoat qurilish kompaniyasi faqat domlar bilan qurish bilan shug'ullanib yoki boshqa ishlab chiqarish, boshqa biznesdami? Shunaqa katta yirik davlat obyektlarini ham $75 million bu kichkina summa emas. $75 million baholangan shunaqa katta obyekt
ham bu joyda davlat o'rtasidagi munosabatlarni yo'lga qo'yadigan bir katta loyiha bo'lgan. Shunaqa loyihalarni ham Surxon sanoat qurilish kompaniyasi amalga oshirgan, to'g'rimi? Xuddi shunday, bu ham shu yirik loyihalarimizdan biri desak bo'ladi. Yaxshi loyiha, zo'r, hozirgi kunda ishga tushib ketdi. Qurilish qismini, Ostona qismini biz tashkilot qurgan. O'zi aeroport qurganmiz deganingizda bir hayratlandim, lekin bu joyga kelib yana hayratim oshdi, chunki bunaqa katta loyiha $75 million ham ikkita davlat o'rtasidagi loyiha. Juda ham ajoyib, juda ham zo'r. Gap yo'q. Bunisi keyingi loyihadagi o'tamiz. Shunday xuddi shunday. Surxon sanoat qurilish kompaniyasi tomonidan qurilgan barcha loyihalar va ushbu kompaniyaga tegishli bo'lgan loyihalar bilan sizlarni tanishtirib o'tdik. Navbatdagi Ezgu makon loyihamiz bo'lsa 12-iyun kuni to'liq taqdimoti bo'lib o'tadi. Onlayn taqdimotda qatnashish uchun ushbu video ostida link qoldiramiz. Shu link orqali Telegram kanalimizga o'tib qo'shilib oling. Bu onlayn taqdimotda hali hech qayerda berilmagan, hech kim bermagan katta-katta chegirmalar va takliflarni beramiz va juda katta sovrinlarni ham qo'yamiz. Ham uyli bo'lishingiz, ham ushbu sovrinlarni yutib olishingiz mumkin. Eslatib o'taman, ushbu loyihamiz Toshkent shahri Sergeli tumani Indeks bozori oldida joylashgan. Barchangizni kutib qolamiz. Link orqali Telegram kanalimizga qo'shilib oling.